Samoyka ochmoqchi bo'lib yurganlar uchun zo'r sizlarga narsa ko'rsataman. Samoykasi bor insonlarga plyusiga qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 xil bitta bor ekan bular. Keyin 6 xil miyada ishlaydi, to'g'rimi? Shunaqa 6 xil miyada. 6 xil miyada. Hozir birinchisi qanaqasi aka bu? Bu polni ekran. Ekran. Ekranda hamma narsa ekranda ko'rinadi. Suvga chidamli, o'zini o'zi qishda isitib muzlamaslikka yordam beradi. Muzlamaslikka yordam beradi. Bu-chi? Bu 6 tali miya deymiz buni. Bunda ham hamma funksiyalari bor, faqat o'zini o'zi isitadigan funksiyasi yo'q. Sal funksiyalari unga nisbatan kamroq. Kamroq. Bunisi-chi? Bunisi Rossiyadan keladi. To'g'ridan-to'g'ri shu turish Rossiyadan keladi. Rossiyadan keladi. Bunisi-chi? Bu ikki tali ekran deymiz buni. Mana bu standartdan sal kattaroq, ichidagi miyasi ham katta, hamma funksiyasi bor. Ana unda nima bo'lsa shunda ham bor. Faqat ekran emas, knopkali. Knopkali. Bunisi oxirgisi. Bular ommabop, masalan, ko'pchilik oladigan italyanskiy komplektatsiya, mana bu bir xil. Ko'pchilik shundan 80-70% shundan